Inson huquqlari bo'yicha Turkman tashabbusi, Turkman News, Progress jamg'armasi va Cotton Campaign koalitsiyasi Turkmanistonning barcha paxta yetishtiriladigan viloyatlarida majburiy mehnat bilan bog'liq mavjud vaziyat tahlilini o'z ichiga olgan hisobot tayyorladi. Bu haqda 23-may kuni Turkmaniston Xronikasi nashri xabar berdi. Hisobot mualliflari Turkmanistondagi majburiy mehnatni kuzatib, ko'p yillardir bunga barham berishga ko'maklashmoqda. Asosiy to'siq mamlakatda majburiy mehnat Turkmaniston hukmron rejimining o'zi tomonidan tizimli ravishda amalga oshirilayotganidir. Hisobotda aytilishicha, Turkmaniston paxta yetishtirish bo'yicha dunyoda 14-o'rinda turadi va o'zini xom ashyo bilan to'liq ta'minlaydi. Turkman paxtasining asosiy xaridorlari Turkiya, Italiya va Pokiston bo'lsa, turk kompaniyalari Yevropa ittifoqi mamlakatlariga mahsulot yetkazib beradi. Hisobot mualliflari xalqaro bozor ishtirokchilarini yetkazib berish zanjirini sinchiklab tekshirib ko'rishga va majburiy mehnatdan foydalangan holda yetishtirilgan Turkman paxtasidan bu amaliyot to'liq barham topmagunicha voz kechishga chaqiradi. Hisobotda budjet tashkilotlari xodimlari paxta terimiga jalb qilingani, bolalar majburiy mehnatidan foydalanilgani haqida ko'plab holatlar qayd etilgan. Berdimuhamedov rejimi har yili o'rim-yig'im mavsumida 10 minglab davlat xizmatchilari, talabalar va hattoki askarlarni paxta terimiga safarbar qiladi. Hukmron rejim xodimlarni odatdagi ishidan bo'shatish tahdidi ostida majburan ishlatadi va talabalarni intizomiy choralar qo'llash yoki o'qishdan chetlatish bilan tahdid qiladi. Musulmon mamlakatlardagi bugungi hukmdorlar hokimiyatdan xalqqa xizmat qilish uchun emas, balki ularni ekspluatatsiya qilish uchun foydalanadilar. Bu hukmdorlar faqat o'zlari bilan ovora bo'lib, Allohning kitobi va payg'ambari sollallohu alayhi va sallamning sunnatini unutdilar. Insonlarning mulk va maosh ustidagi huquqlari yo'qoldi. Adolatsiz, ochko'z insonlar Alloh harom qilgan narsalarni halol qildilar. Alloh taolo marhamat qilib aytadi: "Va umli lahum inna kaydi matin." Hozircha ularga muhlat berib qo'yurman. Albatta, mening makrim qattiqdir.